şerbetini hikayem arkalık dep berimen. Nima? Yo'q! Taqdir o'zgardigan ma'lum bir kuni podsho bag'dagi yasham qaram edi. O intayin chiroyli bir qiz bilan muhabbat daryosi g'arq bo'ldi. Voy, Men ömrümde bundoq chiroyli jonivorni ko'rib boqmabdi ekanman. rasma? Shunda qilib u muhabbat daryosi g'arq bo'libdi, lekin bag intayin taqatsiz gap. Bo'ldi qil! Bunun bilan o mening yenimga muhabbat sharbati so'rab keldi. Men uningga qanday ishlatishni deb bilmoqchi bo'ldim. Ha? Lekin hech nimadan bexabar oshiqning ko'zini yumdirib qo'ydi. Pilam o'tinay. Shuning bilan u bu sabr taqatning nimaligini bilmaydigan boshqa oshiq bo'libdi. Muhabbet şerbeti bo'g'ini bilan muhabbat bana nisbeten intayin jiroqdagi bir narsa. Undaq emas-ku. Undaq bo'lsa bo'lmasa nim bo'pti? O muhabbat sharbatining kuchini ko'rsatmaganligidan bo'lmagan. Nima? Uning ko'nglida boshqa bir sep bor edi. Demak, muhabbat sharbatidanmi kuchli narsa haqiqiy muhabbatganda? To'g'ri. Haqiqiy Neymiş muhabbat tamama bırak demeysen. Sen meni değil koymuşsan, gerisildamı meni karanlık ormandan muhabbet urğunu korsuvettin dep eyiplepli tursa. Ben o haqiqiy ahvalını bilmegez ki mundaqla. Ha? Adep koygan. Stop! Ha, bunu al. Bunu da al ileri. To'xta. Bu qaytirish sharbati Dovinni qutqizamaydi. U endi boshqa birsini yaxshi ko'ramaydi. Ben muhabbet şerbetini o biçare omak kızga işletmesem boptikken. Ameliyatta o hazır. Ras. To'g'ri. Hozirgi hissiyotingni tushunaman. Men bu o'zimni so'ymaydigan bir odam bilan to'y qildi tasqab ekanman. Nemiş ka? U bak kelishgan. Au. Lekin